$260 ming $201 sotixlik xonadon. Ichlari to'liq podключ neoklassika deb bitgan. Binoyimizni 300 kvadrat. Kiruverish darvoza, kirdi bitta mashina bemalol sig'adi. Asosiy eshik, tashqari tarafimiz uchun bu yerda sanuzilimiz qilingan. Yozgi oshxona zonamiz, moyka, barbekyu zona, o'choq qozon, yashil maydon, ikkita burchagimiz o'zini paliflari bilan. Ichkari tarafdan bu binoyimizning ko'rinishi. Bitta qisqa ichini ko'rsatib o'taman. To'liq video obzor bilasizlar. Bizning asosiy Real Estate Murod kanalimizda chiqadi. Ichini qarang aka, attachentlar qilib qo'yilgan. Neoklassika mamlaqa stilli bitgan, kirganimizda o'ng qo'l oynali burchaklar qilingan. Xullas sizga, ya'ni bizning auditoriya, ya'ni bizning kuzatuvchi aka-ukalarimizga yoqadigan stilda remontda bitgan. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, bu joyimiz O'rizor ro'parasi, Uchtepa tumani, Zarafshon mahallasida joylashgan. 3ta bo'lgan hovli, ikkitasi sotuvda hozir. Bittasida okamni o'zlari yashayotgan ekanlar. 201 sotuv. Menimcha narxiga yaxshi, ya'ni kelsangiz tepasida ozgina o'tib beriladi.